Afv et Allohim, hammasiga qaramay, Alloh deya bilsang, demak hali ham umid bor. Kadir Akil. Huzur sari. Shudring kungan atirgullar bag'rida boshlangandan mening hikoyam. Sehrli bulutlar va porlagan quyosh nari ustida suygandim uni. Mudom ko'zlarini yumib boqardim. Tumanli bir ishq bor edi yuragimda. Allohim, uni menga nasib et. Sendan boshqa hech narsa so'ramayman, derdim. Vaholanki qanchalar katta gapirgan ekanman. Tushunib yetganimda esa juda kech bo'lgandi. Ko'zlarim shunchalar kech ko'rdi haqiqatni. Voh deyapman endi. Voh, boshimga tuhmoqdek urilmoqda bu vohlar. Qilday ingichka dor uzra ko'z yumib yurgan o'sha kunlarim. Qalbimni bo'yagan ish ovuchida telbabor tuyg'ularni boshdan kechirardim. Oyoqlarim yerdan o'zlardi uni ko'rganda. Har kuni ertalab mo'jaz bog'li uyimiz oldidan o'tardi. Men esa olma daraxti panasidan uni jimgina kuzatardim. Bir telba quyosh uchardi yuragimda. Ko'nglim besaranjom bo'lardi. Telbavor holatda alahlardim. Toki ko'zdan g'oyib bo'lguncha toshdek qotib turardim. Bir kuni bor jasoratni to'plab Selinga u bilan tanishish vaqti keldi degan edim. Yuzimga yaxshigina tarsaki tushdi. Mas emasmisan? 2 yoshli go'dakday ish tutishingni bas qil. Selinning bu so'zlarini umrbod unutmadim. Boshdan kechirgan va anglagan haqiqatlarim aslo unutishga qo'ymadi uni so'zlarini. Yana bir tong, yana olma daraxtlari, yana sahnada u. Salqin tongda xushbo'y non isi kelib turgan chog'da mag'zun tugunlarga chalg'igandim. Yana jasoratim yuragiga tushgandim. Azobli sevgimning izidan ergashdim. U ketib borardi. Men esa uning ortidan izmimga bo'ysunmagan oyoqlarim bilan kaltakesakka o'xshab qadam tashlab borardim. Aslida gavjum bo'lsa-da, sahna bo'm-bo'sh edi men uchun. Faqat u va men bor edik katta ko'chada. Unga yetib olish uchun qadamimni biroz jadallashtirgan edim. Yerga yoz tuban yiqildim. Tuzlamam qamalgan bankadek dumalab ketdim. Alamzada va g'azabli holda. Bo'lmadi, tag'in bo'lmadi deb turganda yuqoridan ko'mak uchun bir qo'l uzatilganini payqadim. Quyosh nurlari ora ilg'ayib olmadim. Kimdir qo'limdan tutib turg'izdi, kimdir hijolatdan qizargan yuzimga qarab turardi. Umid qilamanki, biror joying og'rimayapti, deyishi hammoni tushundim. Xayollarim to'zg'ib ketdi. Qo'llarim qaltirab, bo'lbungiya tilim tilib qoldi. Yo'q, nega og'risin? Yiqilgan joyingga qaradi. Toshga qoqilib tushding, derdim uni. Ammo seni yerga yiqitgan toshni topolmadim. Shaxt bilan qo'limni uning panjalari orasidan tortib olib, g'azabli holda javob berdim. Marhamat qilib qo'limni qo'yib yuborasanmi? Bu qanday axloqsizlik? Uning yuzi uyatdan buzdek oqarib ketdi. Kechirasan, men faqat yordam bermoqchi edim. Ortiga o'girilib yurib ketdi. Ko'cha o'rtasida bir o'zim qolgandim. Ustiga imkon topgan bo'lishimga qaramay, dardimni anglata olmagandim. Bema'ni gaplar gapirdim. O'zimdan juda jahlim chiqdi, juda. Shunchalar ham sodda bo'lasanmi, hoy qiz? Bu ham kam edi. O'zimni haqorat qilardim. Yo'ldan o'tayotganlar ajabsinib qarashardi. Telbami bu degan ifoda bor edi ularning nigohlarida. Ha, jinni bo'ldim deyishni istardim ularga. Chorbog'imizga qaytdim. Hali o'yin boshlanmay turib yutqazgan omadsiz qiz kursiga tashladi o'zini. Bosh qopday chalvirab qolgandim. Qo'llarim akashak, oyoqlarim sholu go'yo. Birdan betizgin uy fikrlar paydo bo'ldi. Amerika orzusi bor edi xayolimda va tag'in ismini ham bilmaganim bir yigitning sevgisi. Bu yoshda insonning qalbida pushti rangda bo'lganga bahor hokim bo'lib olarkan. Zahmatsiz yetishmoq istarkan kishi, taqdirga tan berishni xohlamaysan, barcha imkoniyatlarni ishga solasan, qaysi yo'lda xayrlashishingni bilishni istaysan,
Bunday paytlarda hatto dardlar ham huzurbaxsh ta'm beradi. Dardlarim bilan baxtliman deganlari shu bo'lsa kerak. Inson yo'qotsa-da unutilmaydi, mag'lub bo'lsa-da muvaffaqiyatsizlikka tan olmaydi. Bir necha kundan so'ng Selinni ortimdan ergashtirib ishxonasigacha uni kuzatib bordim. U osmono'par bir bino eshigidan ichkariga kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Selinning har qancha qarshiliklarga qaramay kirish joyi tomonga yurdim. Oddiy xodimlardek eshikdan ichkariga yo'nalganimizda osmondan tushgandek ro'paramizda bir quruqcha paydo bo'ldi. Xo'sh xonimlar, sizga qanday yordam bera olaman? Selin uyalib qo'limdan tortqilar ekan, men javob qildim. Haligi biz ichkariga kirmoqchi edik. Uzr xonimlar, bu bozor yoki jamoat bog'i emas. Istaganingizda kirib, istaganingizda chiqa olmaysiz. Biroz oldin kirib ketgan janob bilan ko'rishmoqchi edik. Tushunarli, uchrashuv belgilaganmi? Albatta yo'q, lekin kim bilandir shunchaki ko'rishish uchun uchrashuv belgilash shartmi? Qanaqa uchrashuv dedim. Uchrashuvni kelishmay turib hech kim bilan ko'risha olmaysiz. Cho'ntagidan bir parcha qog'oz chiqarib bizga uzatdi. Shu raqamga qo'ng'iroq qilib Amir bilan ko'rishmoqchi ekaningizni ayting. Qabul qilishsa bemalol. İlk defa ismini eshitganim uchun qattiq hayajonga tushdim. Selin qo'limdan sudrab olib ketarkan, men faqat Amir deb shivirlardim. Bu ikkinchi muhayyatsizga urinishdan so'ng bir necha kun edi. Mening u bilan risoladagi suhbatim esa butunlay tasodif tufayli yuzaga chiqdi. Qanchalar yomon tasodif edi bu. O'sha kuni daraxtning baland shoxida juda chiroyli bor olmani ko'rib qoldim.